Savsavning dadisining qasd uchirishi. Yaxshimisilar do'stlar? Unda qo'z uch podshohlik yana davomli so'zlab ketdik. Biz oldingi filmda Go'ja to'g'riliq to'xtalgan. Endi Savsav mushum o'zining mushavirlarini yig'ish bilan birga nurg'un otliq qo'shinlarni, askarlarni atrofiga yig'di. Maqsad nima desa, qo'shinni zo'raytish. Endi buningki bahanasi seriq yog'liqlar qo'shinni yo'qotish olgan bilan eng chong nishon nima desa, butun iqlim birlikka keltirib cho'ng ish qilish. Başdan boshlab plani shu buningki. Şunu bu nima ish qildi desa, qo'shin yig'ish bilan birga atrofidagi rayonlarni besilishni o'ylaydi. Chunki zaminni cho'ngaytmasa, qo'shinni olib olmaydi. Zamin cho'ng bo'lsa, uning uchun qo'shinni zo'rayt qilib, ochliq hamma narsa boyliq jihatdan kuchaygil bo'ldi. Shuning bilan bu birinchi bo'lib ko'z tikadigan nima desa, Shuju. Shujuninki shu Aymoq begi Tavchen degan kishini yo'qotishni o'ylaydi. Endi bu Tavchenni o'rda bekitgan. Shu Shujuninki Aymoq bek qilib tayinlaganda. Shuning bilan endi buni yo'qotishdan burun avval o'zininki urug' tuqqanlarning ota-onasini bexatarlik kafolat qilish kerak. Chunki Savsavninki dadisi urug' tuqqanlar hammasi Shujuninki, shu Shuju Aymoqninki ma'lum bir noyisda, ya'ni chat noyisida o'ltiraqlashgan. Endi bu Savsavning o'rni nada degan vaqtda Yenjoda. Shunga buni ota-onalarni mushaga yo'tkab akilib olish kerakda. Endi bu o'zining dadasiga uchur yozdi, ya'ni xat yozdi. Dada, men hozir igilikimni zo'raytdim, ana kuchaydim. Misha yinib kelinglar. Men turayotgan yerda men sen obdan qo'g'dayman degandan keyin buning dadasi urug'tuqqanlar hammasi Savsavning gapini anglab bo'ldi deb hamma narsasini tashlab mush Savsavning yiniga qadam yapmadi. Endi bu xabarni shu joydagi Tavchen anglab qoldi. Anglab qolgandan keyin Savsavninki dadasini yaxshi kutib olay. Yaxshi bir kutib, uni hurmatlab qilib qo'ysam, Savsav bilan munosabatimiz yaxshilanib qolsa, bu meningdan bu menga hujum qilmasligi mumkin deb Savsavninki dadasini shu o'ta yo'lida, chunki Shuju Aymoqdan o'tib, undan keyin Yanjo'ga bordi. O'ta yo'lida kutib oladi. Dog'dog' bilan kutib olib, unga akirib mehmon qilib buni. Savsavninki dadasini qoyil qilib hisobda. Ko'ngilni o'zi mayil qildi. Qo'ygandan keyin Savsavninki dadasini qo'shib ketdi. Shuning bilan bu Savsavning dadasini yo'lga solgan vaqtida nurg'un mol-mulk, arovlar bilan qo'shib yo'lga solgandan so'ng endi buningki bexatar Savsavning yeniga berib olish uchun mush o'zininki sanog'ini bo'lgan Jankay degan bir odamni buningga qo'g'daydiganga qo'shib berib yo'lga soldi. Endi mushu yo'l yurish jarayonida bu Jankay degan kishi niyatini buzib qoldi-da. Ya'ni nima desa, men endi Savsavning dadasini uyga olib borsam, buning jiq bir ming inom kelib ketishini atayin. Ammo berish jarayonida agar biror masala ko'rilib, qaroqchilar uchrab, yo bo'lmasa boshqalar tarafidan azroq bir masala chiqib qolsa, yo bo'lmasa Savsavning dadasiga biror ish bo'lib qolsa, mening mas'uliyatim og'ir bo'lishi mumkin. Meni bular o'ltirib o'tish mumkin. Uningdan men shu Savsavning dadasini o'ltirib o'tiblar, barliq mol-mulkni ilib qichib ketsam taxim yaxshi emasmi deb bunda o'ylaydi-da. Naydi, kam aqlliq bilan o'ylashamdi bu. Demisimi shu jo'diki Tavchen qo'shib bergan boyliq bekchiq. Uning ustiga Savsavning dadasimi yurtidan apmangan boyliq najiq bo'lg'ashqa. Bu boyliq ko'zi qizirib, bu Jankay degan odam Savsavninki urug' tuqqanlari dadasidan tatib, onasi hammasini biroqlab o'ltirib o'tib, mol-mulkni hammasini ilib qichib ketdi. Endi bu xabar tezda Savsavning qo'liga yetdi. Savsavninki bek achchiq keldi, bek ko'ngli yerim bo'ldi. Chunki o'zining dadasi, ya'ni bu kelayotgan yo'lda aslida sap-saq turgan odam o'zini yeniga kelayotgan yo'lda o'lib ketdi-da. Savsav qayg'urib, achchiq kelib, bearam bo'lib turgan vaqtda endi Shuju tarafdagi Tavchenga bu xabar bordi. Shuning bilan bumi ajoyib ansirab ketdi, qo'rqib ketdi. Chunki aslida Savsav bilan bir yirikdishib qolmay, bir masala chiqib qolmasin deb turgan vaqtda bu masala ko'rilib qoldi. Shuning bilan bu qo'shin avatib, bu Jankay degan tutib akilib, uni o'ltirib, buningki kallasini Savsavga yetkazib qo'ydi. Bu ishni biz qilmadik. Bu Jankay degan bir qo'l ostimdagi bir sanog'on, men isyon ko'tarib, shunday bir ishni qilib qo'yibdi. Buningdan ko'migan bo'lsang deb Savsav avatgan bo'lsa-mu, ammo Savsav buni qabul qilmaydi. Dadasininki o'lib ketish sababi yana birisi asildimi? Tavchenga hujum qilish niyati bo'lg'ashqa hisobda bu endi Savsav uchun yaxshi bir bahona bo'lib turdi. Dadamninki qisosini olaman. Ish qaysing bu ishga aralashma
degan bir shu xatni, ya'ni shunda bir xalq olamga jakolaydigan bir uchurni bu tarqitdi. Chunki bu bevosita Tavchanga hujum qilsa, albatta buning xato. Nimishqa? Bu Tavchan degan o'rda tayinlagan bir amaldor. Bu amaldorga Sovsoning hujum qilib, uni yerini tortolman deyishi, buning aniq qor niyatli qilganligida atrofidagi boshqa shu baglar, anonki aymoq baglari buning qarshi chiqsa bo'ladi, buni haqoratlab yoki bo'lmasa, buni xato qilding deb buningga gap qilsa bo'ladi. Ammo bu savsav hamda men dadamning qisosini olaman. Mening dadamni Tavchan o'ltirib etdi deb bo'lsa, albatta buninki yo'lni qo'yib qoldi bu yerda. Shuning bilan savsavninki bu shu hujum qilish plani texmi kuchaydi, texmi amallashdi. Shuning bilan bu endi shu joyga hujum qilish planini tuzish boshlaydi. Unda qo'z do'stlar, Savsavninki dadasining o'limi to'g'riliq shunchalik so'zlab turli. Keyingi filmda bizning so'zlaymiz degan vaqtda Chungungning Savsav bilan ko'rishish hikoyasini so'zlaymiz. Agar film yargan bo'lsa, do'stlar, Astik Inkas rayoniga 6 raqamini, gullarni yurakdan avatib qo'yinglar. Filmni saqlab olib, tarqitib qo'yinglar. Texmi ko'p 3 podshohlikdagi nodir mazmunlarni anglamoqchi bo'lib qolsanglar, javhar mazmunlar qiziqsanglar, astidagi Kandiyaning shu cho'ng yer degan ularni besib, men tayyor so'zlab qo'ygan darslikni anglab boqsanglar bo'ladi.